qarang mana buni. Brat noto'g'ri chiqyapti. Mana shunda bor ajratib kelmasam bo'lmaydi. Aralashma. To'xtang, brat, singlim, menga qo'shib turasiz. To'xtang, achishim sirib ketadi, to'xtanglar. Nima qilsizlar? Bo'ladigan ish qilinglar. Bo'ldi. Siz kimsiz? Men o'tiruvdim, eshitib keldim. Bo'ldi, aka, boring. Bo'pti. Asab buzma, men o'tir. Qara, men sen aytdim, qaraganim yo'q dedim. Qaramaykan bu siz meni qizni qo'llardan ushlab tashyapsiz. Ajratdimmi? Hozir biz bolani qo'liga deyish shartmi? Ajratdim deyapman, asabimni bizma. Menga qo'lingiz paxsa qilmang, beldan olib tortmadingiz-da. Ho, asabimni bizma deyapman, ajratdim men qizni. Qiz bolaga tegmasa ham ajratsa bo'ladi, tushundingizmi? Qanaqa qiladi? Anti ikki tarafni bir sochib. Yaxshi menga. Tushundingizmi? Menga yopishib olajatingiz. ajratyapman men deyapman senga. Aka, urushmay hozir o'zingiz menga aql o'rgatib ketdingiz. Nima qilasiz urishib? Bo'ldi, brat. Temi. O'tir. Ozgina bor o'sha qizga qarayapsizmi? Qanaqa? Otdi. Sen mayli, tegib nima bor? Va tek ajratish kerakmi? Nima qilish kerak? Brat, to'xtang, urushmay, brat. Brat. Sen nima qizim ruxsat chumi? Ya ikkiga birmi?